kerak bo'lsa, taksiga pulim qolmagan paytlari ham bo'lganda, korobkalarim og'ir bo'lardi. Og'ir ko'tarib, shu qiyinchiliklarga qaramasdan ham olg'a deb faqat o'sha 1 yil korobka tashlab yurganman. Hozir nafaqat Nurafshonda, hozir O'zbekistonning 12 ta viloyat tumanlarida shogirdlarim ofislari bor. Men oldin biznesga kelganimda uyalchang, bitta gapi aytolmaydigan, yonimda kimdir turmasa, kichkinga yonimdagi odamga gapira olmaydigan, shu qiz bo'lganman, yopiq bo'lganman. Bu yillar davomida biz ofis ochdik, mashina oldik. Hozirgi kundagi eng oliy maqsadim O'zbekistonning butun tuman viloyatlarida uyda o'tirgan ayollarni, ish topolmay qiynalayotgan ayollarni mana shu biznesdan noldan turib, o'zlarini bizneslarini qura olishlarini ularga o'rgatish. Eng oliy maqsadim hozir shu. Ismim Nigora. Toshkent viloyati Nurafshon shahrida tug'ilganman. 93-yilgi qizman. Hozirda 3 ta farzandning onasi. Faberlik kompaniyasida 8 yildan beri faoliyat yuritib kelayotgan biznes ladyman. Ismimni amakim qo'yganlar. Ma'nosi o'sha go'zallik, Nigora degani o'sha chiroyli qiz degan ma'noni bildiradi. Yoshligimda sportga, san'atga rosa qiziqqanman. Tadbirlarga, raqslarga qiziqqanman. Даже bog'cha paytimizda ham eslayman. Qanaqadir anaqalar bo'lsa, bayramlar bo'lsa, tadbirlar bo'lsa, meni olib borishardi ko'p. Hokimiyatlarda yoki qaysidir bitta tumanlarda bo'lsa, meni olib borishardi. Men qo'shiq aytardim, ko'p raqslar, men bu shunaqa tadbirlarda ko'p yurardim. Kichkinaligimdan 5 yoshmidim, 4 yoshmidim. Keyin o'sha maktab davrida ham xuddi shunaqa sport va shu tadbirlar joni dilim bo'lganda, mazza qilib shu yoyilardim. Lekin vaqt o'tib, men san'at sohasiga topshirmoqchi bo'lganimda, odamlarning qarshiliklari bilan topshirmaganman u sohaga. Kasbimga to'g'ri kelmaydi, bolam deganlar. Keyin mayli deganman, sizni kasbingizga to'g'ri keladigan sohaga topshiraman deb, keyin men Toshkent avtomobil yo'llari institutiga topshirganman va o'sha yerda o'qiganman. Turmush o'rtog'im qarshilik qildilar, u soha bo'lmaydi sizga dedilar. Keyin Faberlik biznesini boshlagandim o'sha orada, institut o'qib yurgan paytlarimda. Keyin qaradim, ikkalasini solishtirdim, qarasam Faberlik biznesida natijaga tezroq chiqar ekanman dedim. O'zim xohlagan natijaga, o'zim xohlagan o'sha yoshligimdagi orzularimga tezroq erishar ekanman deb Faberlik biznesini tanlaganman. Faberlik biznesiga opam orqali kirganman. Opamlarni ham taklif qilishgan va meni opam taklif qilganlar. Men shu orqali biznesga kirib keldim, opam bilan orqali, lekin opam hozirgi kunda ishlamaydilar. Ular уже ilm sohasida ketganlar-da, doktorantura shunaqalarda ketganlar. Men esa biznesda qoldim va o'sha o'zimizda Toshkent viloyatidagi Nurafshon shahridagi umuman Faberlik haqida ma'lumotga ega bo'lmagan insonlarni, qizlarni, ayollarni mana shu biznesga o'rgatib, biznesni olib kirdim o'sha o'zimizning shahrimizga, Toshkent Nurafshon shahriga. Hozirgi kunda u yerda ham ayollarning o'zini biznesi bor, o'zini shaxsiy ofisi bor. Shaxsiy ofisida o'zini kreslosida mazza qilib ishlay olishadi. Hattoki bizning biznesda shunaqaki, diplom ham kerak emas-da. Maktabni bitirib 18 yoshdan keyin bemalol kompaniyada, Faberlik kompaniyasida ishlash huquqiga ega ayollar, ayol qizlar. Shuning uchun institutlarni ham bitirishmasdan mazza qilib hozirgi kunda o'zini biznesi bor, o'zini shaxsiy mashinasi bor. O'zini shaxsiy mashinasida hech kim unga rahbarlik qilmaydi, mana bu soatda, mana bu soatga kel demaydi. Chegaralari yo'q hech qanaqa va mazza qilib hozirgi kunda bizneslarini qilishadi. Hozirgi kunda Nurafshonning o'zida ham 6 ta, 7 ta ofislar bor. Shunaqa shogirdlarim o'zi ofis ochishgan. Juda ham ko'p kirib kelganimda, o'zi bu sohaga, Faberlik biznesiga kirganimda o'zim uchun mahsulot xarid qilaman deb yo'nalishda ketganman-da. Keyin qaraganman, qarasam mahsulotlarimiz zo'r, sifatli, juda ham brendovый bo'lganligi uchun o'zim shu narsalardan foydalanyapman-ku, boshqa insonlarga ham shuni taklif bildiray, ular ham foydalansin. Uyda o'tirgan ayollar ko'p yoki bo'lmasam menga o'xshab o'qish, uy ish, mashaqqa qilib yurgan ayollar ko'p, kosmetikaga borishga vaqti yo'q. Internetda tayyor ochadi, katalog tomosha qiladi, zakaz qiladi, o'ziga tayyor uyiga keladi degan fikrda keyin bu biznesni boshlaganman. Orada o'qirdim, o'sha uydagilar meni qaynona, qaynotam, turmush o'rtog'im o'qitishgan. Ularga kattakon rahmat aytaman. 4-yilga kelib ozgina bizda qiyin vaziyatlar bo'lgan. Kontraktim borasida muammolar bo'lgan. Turmush o'rtog'im ozgina ishlarida muammolar bo'lib qolganligi hisobiga keyin qaraganman, bu yerda biznesda daromad katta,
bo'ldi deganman, shu biznesni qilishim shart, menga kerak hozir deb keyin shu biznesni boshlaganman. Biznes boshlagan jarayonimda shunaqa to'siqlar kelganki, direktor bo'lganman ham, institut bitirganman, keyin уже boshlangan tovar tashiganman. To'ytepada bizada Nurafshonda u paytda bo'lmagan Faberlik ofislari. Bo'lgan bo'lsa ham ochilgan, bir oydan keyin yopilgan. Chunki shunaqa olib borisha olmaganda u yerda ish. Keyin men shunaqa qiynalganman, glavniy ofisga borganimizda, bosh ofisimizga borganimizda 2 marta o'ta olmaganman ofis ochishga. Oxiri 3-martasida ustozim bilan borganimda, ustozlarim bilan borganimda ular menga bo'ldi, ustozlaring uchun senga To'ytepadan ofis ochib beramiz, lekin bizani anaqamizda yurasan 3 oy. Kuzatuvimiz, nazoratimizda. Agar eplolmasang yopamiz deyishgan. Lekin Xudoga shukr, men aytganman o'sha paytda ko'rasizlar, hali men ofis ochaman, menni ochganimdan keyin u yerda bir nechta ofislar bo'ladi. Shu kichkina shaharchada hali gullataman Faberlikka deb. O'zim ofis ochganimdan keyin, ular keyin rostdan ham 2-3 oydan keyin уже обороtimni ko'rib, o'zlari ham hayron qolishgan va o'zi aytganimdek, Allohga Xudoga shukr, bir nechta, kerak bo'lsa 6 ta mana уже ofis ochilgan Nurafshonda. Hammada har xil qiyinchiliklar bo'lar ekanda, menda bu sohaga kirganimda, menda asosan mahsulotni o'zimizga yetkaza olmay qiynalardim. Nurafshonda chunki ofis bo'lmagan, Qo'yliqdan ofis bo'lgan, Qo'yliq rahbari bilan biz ozgina kelisha olmaganmiz. Nega? Chunki men uni strukturasida bo'lmaganman, shuning uchun ozgina kelisha olmaganmiz. Men Chorsudan tovar tashaganman. Chorsudan, Ibn Sinodan, ustozlarim ofisidan tovar tashaganman. 2-3 ta anaqa bo'lib ketardi. Kerak bo'lsa, taksiga pulim qolmagan paytlari ham bo'lganda, taksida bo'lmasa marshrutda kerak bo'lsa tashaganman 2-3 ta xotka qilib. Korobkalarim og'ir bo'lardi. Og'ir ko'tarib, o'qishdan kelayotganimda formada bo'lardim. Shu qiyinchiliklarga qaramasdan ham olg'a deb faqat o'sha 1 yil korobka tashab yurganman. Kerak bo'lsa turmush o'rtog'imni vaqti kelsa chaqirardim, ular kelardilar, tashlashib yuborardilar. Yo'lda qolib ketgan paytlarimiz bo'lgan, kechki payt. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan, to'g'ri. Lekin komanda qilish borasida qiynalmaganman, chunki shogirdlarim zo'r ishlashardi o'zlari. Men ularga asosan tovar yetkazib berardim. Hammani o'zining qiyinchiligi bo'lganda, menda shu tovarda muammo bo'lardi-da. Lekin Xudoga shukr, mana hozirgi kunda o'sha ofisni ochganimdan keyin ishonsangiz, hamma aytganda, hamma shogirdlarim aytgan, yaxshi ham ofis ochdingiz, Nigor opa, bo'lmasam biz Faberlikda ishlamasdik deyishganda. Bitta ofis ochildimi, o'sha bilasiz, u yog'i oson bo'ladi. Keyin qizlarim ham, o'sha shogirdlarim ham hammaliga ofis ochib, hozir nafaqat Nurafshonda, hozir O'zbekistonning 12 ta viloyat tumanlarida shogirdlarimning ofislari bor. Bu sohaga kirib kelgandan keyin kontraktlarimni to'ladik. Ozgina kredit olgan joylarimiz bo'lgan, ularni to'ladik. Уже sekin-sekin tepaga ko'tarildik-da. Turmush o'rtog'im ham menga rosa yordam berdilar bu borada. Birgalashib ishladik. Turmush o'rtog'im ham yonimda ishladilar. Keyin ular o'zlarining sohalari bo'yicha yana ketdilar. Bu yillar davomida biz ofis ochdik, mashina oldik, yer qildik, uy joylar qildik. Xudoga shukr, mana shu biznesim orqasidan. Ularning ham o'zlarining shaxsiy ofisi bor, eng muhimi. Hattoki o'zlarining shu shaxsiy ofislarini o'zlari sotib olishgan ham. Mashinalar bor. Sekin-sekin ular ham uylar olishyapti. Yutuqlari ko'p shogirdlarim. O'zlarining ustida, eng muhimi o'zlarining ustida ishlashyapti. Xuddi o'zim ham xuddi shunaqa. Men oldin biznesga kelganimda uyalchang, bitta gapi ayta olmaydigan, yonimda kimdir turmasa, kichkina yonimdagi odam gapira olmaydigan, shunaqa qiz bo'lganman, yopiq bo'lganman. Biznesga kelgandan keyin уже sekin-sekin uyalishni yig'ishtirdim. Chunki uyalsangiz pul kelmayotgan. Menga minusga ishlayapti. Nega men uyalishim kerak? Sekin-sekin ochilgan shaxsiy psixologik qaysidir ma'noda ilmlar olganman. O'zim ustimda ishladim mana shu biznesim orqali. Ongimni o'stirdim. O'zimga ko'p anaqa pul tikkanman bu biznes orqali. Shuning uchun biznes вообще zo'r ayollarni shunaqangi o'stiradigan soha ekanda bu biznes. Qiyinchiliksiz tekis yo'l bo'lmaydi-da hech qachon. Agar u qiyinchilikka siz uchramasangiz, bu ishda ham qolmaysiz-da. Mana shu biz qiyinchiliklarda qiynalib, toblanib, keyin yuksalamiz-da. Qiyinchiliklar bo'lgan. Birinchi o'rinda o'sha aytganimdek ofis bo'lmagan qiyinchilik bo'lgan. Keyingi etapda men ofisim bo'lgan. Ofisimda bizda oldin shunaqa qiyinchilik bo'lganki, tushunmovchiliklar bo'lgan. Komandamda tushishlar bo'lganda, lekin shunda ham komandamda men tushishlar bo'lsa ham yana olg'a turib harakat qilib ketaverganman. Oldin rostdan ham biznesga kirmasimdan oldin uy, farzand, o'qish bo'lganda, maqsadim bo'lmagan. To'g'ri, o'qishni bitirsam ertaga bitta stol egasi bo'laman deganman o'zim ichimda, lekin stol o'sha o'qishni ham bitirganman. Bitirgandan so'ng oylik daromadga ham
kirganman-da, keyin qarasam, ertalabdan kechgacha ishlar ekanman. Faqat ish bo'lib qolar ekan hayotimda. Qachon o'zimga vaqt ajrataman degan anaqa to'xtamay kelib qolganman-da. Keyin qaraganman, Faberlik tanlasam, xohlagan paytim ishlayman, xohlagan paytim o'zimga vaqt ajrataman, xohlagan paytim farzandlarimga vaqt ajrataman. O'zim reja qilaman, o'zim ustimda o'zim rahbar bo'laman deganman-da. Shuning uchun Faberlik biznesini tanlaganman. Agar hozir men boshqa ishni tanlasam, ertalabdan kechgacha men o'sha 8 soat, 9 soat o'sha ishda ishlayman. O'zimga bu yoqda anaqa tanla olmayman degan. Shaxsiy fikrga ega bo'lmaganman. Shaxsiy fikrim bo'lmagan. Meni xuddiki kimdir ustimda nazorat qiladi, o'sha aytganini qilishim kerak degan tushunchalarim bo'lganda o'zimmi. Lekin bu biznesga kirganimdan keyin o'zimning shaxsiy fikrim bo'lishi shartligi, o'zim nazorat qilishim kerakligi, o'zim borligimni his qilganman bu biznesda. Aytganimdek o'sha shaxs sifatida rivojlanganman bu biznesda. Aynan bizning biznesimiz o'zi uyda o'tirgan ayollar uchun-da. Chunki 375 ming so'm bilan, misol uchun magazinga chiqsangiz ham 375 ming so'mni ishlatib yorasiz. Xuddi shu 375 ming so'm bilan bizneslarini boshlashlari mumkin. Katta bizneslarini 375 ming so'm bilan boshlashlari mumkin-da. Ayollar, uyda o'tirgan ayollar 20% chegirmada mahsulot xarid qilishadi, mazza qilib imkoniyatlardan foydalanishadi. Kompaniyamizda imkoniyatlari rosa ko'p. Aynan shu 375 minglikka sovg'alar qo'yadi kompaniyamiz tomonidan. Ana shu imkoniyatlardan foydalanish mumkin uyda o'tirgan ayollar. Chunki ba'zi o'zlari uchun ham shampun olishadi, sovun olishadi, farzandlari uchun shampun olishadi, atirlar olishadi. Ana shu narsani magazindan emas, internet magazindan, ya'ni Faberlikdan olishlari mumkin. Yoki o'zlariga yoki sotishlari ham mumkin, yoki aytganimdek shu biznes qilishsa ham bo'ladi. Agar o'sha ishlariga biznes qilaman deb konkretni kirishsalar, 3 oyda muvaffaqiyatga chiqishsa bo'ladi. 3 oy muhlat yetadi. Chunki birinchisida olib o'zlari yo ishlatadilar, yo sotib ko'radilar va ozgina daromad qo'shiladi. Keyin sekin sal kattaroq daromadga chiqadilar. Keyin orqalaridan o'sha ishlatgan mahsulotlarini yoki sotgan mahsulotlarini reklama qilishni boshlaydilar. 2-oy. Keyin sekin komanda yig'ilyaptilarmi, qarasalar daromadga chiqyaptilar. Uje keyin 3-oyda konkretni bosadilar. Chunki ko'radilar daromad bor, qila oladigan biznes. Keyin 3-oyda uje qarabsizki, daromadga chiqadilar. 3 oy muhlat yetadi. Shogirdlarim ko'p yutuqqa erishgan. Aynan bitta shogirdim, o'zim yaxshi ko'rgan bitta shogirdim bor. 5 yil oldin shu biznesga kirib kelgan. 5 yil oldin kirib kelganida u shogirdim, ishonsangiz, faqat mahsulot sotib yuraverardi-da u shogirdim. Keyin vaqt o'tdi, oradan vaqt o'tdi, 2 yil, 3 yil, keyin sekin biznesga kirib qadam bosdi va ko'rdiki, biznesda ko'p muvaffaqiyatlarga erishsa bo'ladi. Moddiy tomondan, ma'naviy tomondan o'zini ustida ishlab rivojlanishi mumkinligini ko'rdi va hozirgi kunda o'sha 5 yil oldingi qiz bilan hozirgi kundagi qizimni ko'rsangiz, orada osmon bilan yerchalik farq bor-da. Shunaqangi shogirdim zo'r o'sgan, mana shu biznesning orqasidan zo'r yutuqlarga erishgan. Men o'zi sayohatlarni yaxshi ko'raman-da. Sayohatga chiqish, uyda o'tirish kerak emas-da, qayerdir borishimiz kerak, qatlanib tomosha qilishimiz kerak. Shu narsa meni yondiradi. Ham menga anaqa berib turadi, kuch berib turadi. Shuning uchun o'zim sayohatga chiqqandan keyin farzandlarim ham chiqishini xohlayman, turmush o'rtog'im bilan chiqishni xohlayman. O'sha narsa menga ko'proq motivatsiya beradi. Keyin farzandlarimga qarayman, farzandlarim bilan birga magazinga kirganimizda ham xohlagan narsalarni olib berishni xohlayman. Kiyinishga borganimizda xohlagan kiyimlarni olib berishni xohlayman. Shu narsalar menga ko'proq motivatsiya beradi. Meni onam direktor, meni onam business lady degan faqir meni ko'proq yondiradi. O'zim orzularimga yetishayotganim va hozirgi kunda ham orzularimga erishib kelyapman. Hozirgi kunim ham bor. Farzandlarim sog'ligi, shu biznesga qaysidir bitta insonni olib kirib, o'sha insonga shu biznesda muvaffaqiyatga erishtirish men uchun bor. Chunki o'sha inson ishonib shu biznesga kirib keldimi, ana o'sha insonni o'sha ko'zlangan maqsadga birgalikda yetishtirishimiz men uchun baxt. Hamma ishlarim uchunmi? Motivatsiyanimi? Puldan olsam kerak. Puldan ham olaman qaysidir ma'noda. Sayohat meni yondiradi. Har kuni kerak bo'lsa, har kuni har xil joylarga borsam. Hozirgi kunda faqatgina ko'p joydan qolib ketdim. Chunki orada farzandlarim tug'ildi. Faqatgina Yegiptga bordim. Men 3 marta bordim. Mana 3-chisi keyingi anaqada oyda ketamiz, xudo xolisa. Shogirdlarimiz bilan boramiz. Ustozlarim, shogirdlarim bilan boramiz.
Orada Antaliyadan qoldim, Moskvadan qoldim, o'tgan yili Vyetnamdan qolib ketdim. Farzandlarim tug'ildi-da, chunki mumkin maxsus samolyotga chiqish. O'shaning uchun qolib ketdim. Endi xudo xolisa bu yilgi planlar ko'p. Eng zo'r tomoni farzandlarim bilan, oilam bilan birga sayohat qilsak bo'ladi. Yana tekin putyovkalar bo'ladi. Shunaqalarga borsak bo'ladi. Biznes bilan zo'r-da, fabrlik bilan вообще zo'r. Eng katta maqsadlarim, eng asosiy maqsadlarimmi? Sayohatlarga chiqish. Eng katta maqsadlarim. Keyin uyda o'tirgan mana shu ayollar, biznes xohlayotgan ayollarga ish o'rgatish. Tez-tez biznesimni ko'p ayollarga o'rgatish. Chunki kichkina noldan o'zi pul tikmasdan turib, shunaqa zo'r kompaniyamiz biznes plan bergan. Ana shu biznes planini ko'p insonlarga o'rgatish maqsadim. Agarda jamoamga qo'shilishni xohlovchi uyda o'tirgan ayollar, hattoki davlat ishida ishlab, qo'shimcha daromad topaman degan ayollar bo'lsa, jamoamga qo'shaman, mazza qilib jamoada o'z bizneslarimni, o'z bilimlarimni ularga ulashaman. Bemalol jamoamga qo'shilsa bo'ladi. Ularni jamoamga taklif qilib qolaman. Agarda biznes o'rganmoqchi bo'lgan ayollar bo'lsa, pastimizda link qoldiramiz. Mana shu linkka kirib, o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni qoldirasiz va sizga murojaat qilamiz. Xulosa qiladigan bo'lsak, hozirgi kundagi eng oliy maqsadim nafaqat Nurafshonda, balki butun o'sha viloyat, O'zbekistonning butun tuman viloyatlarida uyda o'tirgan ayollarni yoki bo'lmasam ish topa olmay qiynalayotgan ayollarni aynan ularga ish o'rgatish hozirgi kunda eng oliy maqsadim. Rostdan ham mana shu biznesdan noldan turib, o'zlarini bizneslarini qura olishlarini ularga o'rgatish eng oliy maqsadim hozir shu. Ko'p ayollarni ko'raman, aynan shu qiynalib ishlashayotgan ayollarni ham ko'raman. Ana shu ayollarni va o'zlariga ish qidirayotgan ayollarni ham mana shu biznesga taklif qilaman. Shuni maqsadida ham shu blogimni ochdim. Mana shunaqa ayollar ko'rsin, oddiy noldan biznes boshlab, shunaqa darajaga yeta olishlariga bu aynan shu blogimni yurityapman. Shu maqsadda blogimni ochdim.